Yaponiya Yeni Devlet Müdafiası Aqtaşlıq kitabıda Xitayni eng cho'ng strategik tehdit deb bekitgan bo'lib, buni bekitgandan keyin Xitoy albatta o'tirolmaydi hamda Yaponiyaning har qanday bir bayonoti qanchadan qatim har haftagidek chiqyapti bunga o'xshamaslar. Xitoy Mudofaa ministrligi darhol chanishib chiqib bu yerda Yaponiya hukumatini harbiy kuchini zo'raytirish va qaytadan qurollanish uchun Xitoy tahdidini bahona qildi deb aybladi. Ya'ni bilingan Xitoyning ushuqligi bilan Yevropa İttifaqı Xitoy şirketlerining Turkiya va Marokashda ishlab chiqarish orqali Yevropa İttifaqı bozoriga texmi oson kirishidan va tamojna to'solg'ularidan o'tib ketishidan ansirayotgan bo'lib, Yevropaning savdo siyosatlarini qaytadan shakllantiradigan bir davrga kirganligi ta'kidlanmoqda. Xitoyning yillardan buyon shu G'arb davlatlarini ham Turkiyani shu butunlay qanday savdo jihatda to'kma qilib bu ya'niki vayron qilayotganligini bilamiz. Xilma-xil tadbirlar elinayotgan bo'lsa-mu, Xitoy yana yo'chiq izlab Turkiyaga zavod qurib yoki Marokashga degandek bu yerda xabarning tafsiloti nurg'un masalalar va nihoyatda cho'ng tipdagi zavodlarning allburun qurilib, shu yaqinda ishga tushirganligi. Bu yer orqali Yevropaga bemalol kirish masalasida, ya'ni ko'z bo'yamchilikda ham Xitoyniki bu yerda. Xitoydan bevosita kelsa kirgizmagan ekan yoki yuqori tamojni beji bo'lgan ekan. Buning o'xshash yili mekrlarni Turkiya Yevropa İttifaqı buni his qilib, yangidan bir buni qayta qonunlarni tuzish masalasiga kirayotganligi haqidagi bir xabar bo'ldi.